Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Hasanxon qori Yahyoxon o'g'li 1981-yilda Andijon shahrida tavallud topgan. İlk diniy ta'limni otasi Yahyoxon domladan o'rganib, 13 yoshida Qur'oni Karimni to'la yod olgan. 2008-2012 yillarda Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutida tahsil olgan. 2008-2015 yillar davomida fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlaridan ta'lim olib, bir necha ilmlardan ijoza olgan. 2013-2016 yillarda Toshkent davlat sharqshunoslik institutida hamda 2018-2020 yillarda Xalqaro islom akademiyasining Qur'onshunoslik mutaxassisligi bo'yicha magistratura bosqichida o'qidi. Hasanxon qori mehnat faoliyati mobaynida 2012-2014 yillarda Toshkent shahar Olmazor tumani To'xtaboy jome masjidi imom noibi, 2016-2019 yillarda Yashnobod tumani Islom ota jome masjidi imom noibi, 2019 yili Olmazor tumani Ahmadjon qori jome masjidi imom noibi, 2020 yildan Chilonzor tumani Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf jome masjidi imom noibi, 2021 yili Xalqaro islom akademiyasi Qur'onshunoslik, hadisshunoslik yo'nalishi bo'yicha stajyor tadqiqotchi va 2022 yildan Xalqaro islom akademiyasi Qur'onshunoslik, hadisshunoslik yo'nalishi bo'yicha doktorant bo'lib ilmiy izlanish olib bormoqda. Hozirgi kunda Yunusobod tumanidagi Hasanboy jome masjidida imom noibi vazifasida xizmat qilmoqda.